Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Huzuringlarda ustoz Muhammad Yusufning Qur'oni Karim qandoq kitob nomli asari. Yoqtirib anglag'aysizlar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. 2. Arxeologik dalillar. 1. To'pon voqeasi. Qur'oni Karimda va boshqa samoviy kitoblarda Nuh alayhisalom va uningga iymon keltirganlar uchun yasalgan kema haqidagi qissa bayon qilingan. Nuh alayhisalom 950 yil umr surgan bo'lib, u umr bo'yi qavmini Allohga iymon keltirishga chaqirgan bo'lsa-mu, uningga ergashganlarning soni nihoyatda oz edi. Alloh uni kema yasashga buyurdi. Nuh alayhisalom kemani Alloh buyurgan shaklda yasab bo'lib, uningga ergashganlarni va har jonliqdan bir juftdan kemasiga oladi. Bir muddatdan keyin shiddatli bir yomg'ir yig'ib, Allohning azobi nada? Uni ko'rsatmamsan deb Nuh alayhisalomni masxara qilganlarning hammasi suvda g'arq bo'lib tugishidi. Bu voqea haqida dunyoning har qaysi joylarida 68 parchadan ko'proq doston yozilgan. Bularning hammasi ayni voqelikni so'zlagan. Zamonimizda arxeologiya ilmi soyasida bu voqea shak qabul qilmaydigan darajada isbotlangan. Yaqinqi yillardagi arxeologiya dalillariga asoslanganda bu hodisaning butun yer shariga umum bo'lganlik ehtimoli kuchlidir. 1960-yillarda Amerikalik ikki arxeolog tarafidan Meksika qo'ltig'ida ib berilgan tadqiqot natijasiga ko'ra, bu joydagi jonliq mikroorganizm moddalarining qadimgi zamonlarga oid qoldiqlari ekanligi isbotlangan. Miami universitetidan Kriver Rodhe ismli ikki arxeolog, Island universitetidan James Kennett va Cambridge universitetidan Nicholas Ladin tashkillangan tadqiqotchilar guruhi tarafidan tadqiq qilingan Meksika qo'ltig'idagi bir tuzliqda dramatik bir cho'ng o'zgarish bayqalgan. Bu bo'lsa-mu bundan 11612 yillar burun Meksika qo'ltig'ining tatliq suv hujumiga uchraganligi edi. Samoviy kitoblarda bu voqelik to'pon suvi deb atalib kelgan. 2. Ad Samud qavmlarining shaharlari. Ad Samud qavmlarining shaharlarining borligi Qur'oni Karimda so'zlangan bo'lsa-mu, yaqingacha bularning bor ekanligini Yevropaliklar rad qilib kelgan edi. Fan texnikaning soyasida arxeologiyalik qazishlarning natijasida bu shaharlar o'ttirga chiqqan. Samud qavmi cho'ng Ad qavmining bir bo'ligi bo'lib, bular Makkadan Sinogacha hukmronlik qiladi. Samud qavmi Qur'onning A'rof, Hud, Hijr va Qamar surlarida tilga ilingan. Patlaymuz tarixiy nomli qadimki zamonlarga oid tarixiy asarlar tepilgandan keyin qazishlar buningga asosan boshlangan va amaliyotda bu qavmlarning shaharlari tepilgan. Saudiya Arabistonining poytaxti Riyod universiteti adabiyot fakultetining mudiri, asari atiqa olimi doktor Abdurahmon Ansari tarafidan Arabistonning g'arbiy shimolidagi Madaini Solih degan yerda ilib berilgan qazishda Samud qavmining shaharlari bayqalgan. Bu shahar milodidan burungi 2000-yillarga oid bo'lib, uningdan qum dovsa ostida qolgan toshdan yasalgan katta saroylar va shu vaqtdagi Samudiya yiziqlari bilan yozilgan tarixiy vasiqalar topilgan. 3. Eram shahri. Eram shahrida Hud alayhisalom va uning qavmlari yashagan bo'lib, Qur'oni Karimda Hud qavmining Allohga iymon keltirishdan bosh tortib, kufr, zalolat va insonlarga zulm qilish bilan o'tganligi, ularning Eram shahrida o'tganligi va oxirida ularning sarsar deb atalgan kuchli bir bo'ron bilan bir kechada halok qilinganligi so'zlangan. Ey payg'ambar, sen Ad qavmini, boshqa shaharlarda o'qishi yoritilib boqmagan egiz bo'yliq Eramliklarni, tog' jilg'isida uy silish uchun quram toshlarni yo'ngan Samud qavmini, qurolliq lashkari bo'lgan Fir'avnni Rabbingning qandoq jazolaganligini ko'midingmi? Sura Fajr 6-9-oyatlar. 1982-yili Kaliforniyalik bir tekshirish guruhi nomini bir ingliz josusidan anglagan qadimiy shahar yo'llarini tekshirib chiqqan bo'lsa-mu, bular natijaga erishamagan. Keyinchi ular maxsus radarlarni ishga silib, Saudiya Arabistoni va Oman cho'llariga tarqaladi. Eng avval ular qadimiy shahar yo'llarini tepib chiqadi. Natijada ular 2-asrda o'tgan Patlaymuz degan tarixchi bayon qilgan Eram shahrini 12 metr qiyinlikdagi qumliqning ostidan tepib chiqadi. 4800 yillik tarixga ega bo'lgan bu shaharning tepilganligi cho'llarning atlasi sarlavhasi ostida Amerikaning Times va Newsweek gazetlarida e'lon qilingan. Yuqorqi shaharlarni va bu shaharlarning qavmlarini Qur'oni Karim tushgan vaqtlarda hech kim bilmaydi. Birinchi bo'lib Qur'oni Karim ularning shaharlaridan, ahvolidan va oqibatlaridan xabar bergan. 4. Fir'avnning jasdi. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundoq deydi: Biz Isroil avlodini dengizdan o'tkazib atdik. Fir'avn va uning askarlari zulm va zo'ravonlik qilish uchun darhol ularning orqasidan qo'g'ladi. Fir'avn g'arq bo'ladigan chaqda iymon etdimki, Isroil avlodi iymon etgan ilohdan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Endi menmi musulmonlardan bo'ldim dedi. Uningga shundoq deyildi. Emdimi? Ya'ni emdi iymon etamsan? Halbuki ilgari Allohga osiylik qilgan va buzg'unchilik qilganlardan eding.
Sening keyingilarga ibrat bo'lishing uchun bugun sening jasadingni dengizdan chiqarib qo'yamiz. Shaksizki, nurg'un kishilar bizning oyatlarimizdan g'ofildir. Sura Yunus 90-92 oyatlar. Asrlar o'tgandan keyin inglizlar tarafidan Qizil dengiz bo'yidagi Jabalayn degan joydan Fir'avnning jasadi tepilib Angliyaga ilib ketilgan. Bu jasadning umrini bilish uchun jasadlarning umrlarini bilishda qo'llaniladigan har turli metodlarning hammasi qo'llanilganning sirtida karbon 14 metodimi ishga solingan. Ajablanarliki, bu jasad 3000 yillik bo'lib chiqqan bo'lsa-mu, uning terisida cho'ragan, ammo organlari buzilmagan. Uning ustiga bu jasad mumiyo qilinmagan ekan. Chunki mumiyo qilingan jasadlarning ichki organlari ilib tashlanadi. Halbuki Fir'avnning jasadining organlari joyida edi. Hozir bu jasad Angliya muzeyida ko'rgazmaga qo'yilmoqda. 3-texnikalik dalillar. 1. Embriologiya, ya'ni to'ralminshunoslik ilmi bilan munosabatli tadqiqotlarni olib borgan Fransiya tibbiy institutining professori doktor Maurice zamonaviy tibbiy apparatlar orqali ona qo'rsiqidagi bola haqida ilib borgan tadqiqot natijasining Qur'oni Karimda asrlar burun bildirilgan haqiqatlarning aynisi bo'lib chiqqanligiga hayron qolgan va Yevropaning eng ko'p tirajli gazet jurnallarida Qur'oni Karim va zamonaviy meditsina mavzu ostida ko'plab ilmiy maqolalarni e'lon qilgan. Qur'oni Karimda mundaq kelgan: Allah sizlarni onanglarning qornida bir holatdan yana bir holatga taraqqiy qildirib, uch qorong'ulik ichida yoritadi. Sura Zumar 6-oyat. Bu oyatdagi 3 qat parda bola hamrohining pardasi, bola yotqu va onaning qo'rsiqidan iborat 3 qat pardadir. Yaqinqi zamon meditsina va tabiat mutaxassislari bu 3 qat pardani tadqiq qilib ko'rib, ularga alohida ismlarni qo'ygan. Ular minbari, xurbun, lafaifi deb ataladi. 2. Fransuz su tadqiqoti olimi Jek Castillo Oq dengiz bilan Atlantik okeanni bir-biridan ayirib turadigan Jabali Tarix bo'g'izida ko'zga ko'rinmaydigan bir suv to'smasining borligini. Ikki farqli issiqlikqa va tuzliq o'roniga ega bo'lgan bu dengiz suyining bir-biriga o'ralashib ketmasdan biri tatliq, yana biri ochiq holati bo'yicha bir-biriga yaqin eqiyotganligini bayqagan. Adan qo'ltiqini Qizil dengizdan ayirib turadigan Mandab bo'g'izidami suv to'smasining borligi bayqalgan. Bu qitimqisini Germaniyaliklar tepib chiqqan. Dunyoning ko'p mamlakatlarida suv to'smasining borligi bayqalgan. Masalan, Bengal, Burma va Hindistondami bu turdagi suv to'smalari bo'lgan dengiz, daryolarning borligi keyingi yillarda bayqalgan. Yuqorqilarni Castillo do'sti professor Bukilga aytib berganda, u bu haqiqatning amdili maydonga kelgan haqiqat emasligini va o'zining burunli Qur'oni Karimdan bularni o'qiganligini so'zlab berib, buni oyatni tilovat qiladi. U biri tatliq, biri ochiq ikki dengizni oqqizdi. Ular uchrashadi. Ammo ularning orasida ilohiy to'siq bo'lg'achqa bir-biriga qo'shilib ketmaydi. Sura Rahman 19-20 oyatlar. 4. Astronomiyalik dalillar. 1. Yulduzlarning harakati. Alloh taolo mundaq deydi: kun belgilanmagan joyiga qarab sayr qiladi. Bu g'olib, hammani bilguchi Allohning oldin ola belgilab etgan ishidir. Biz oy uchun o'ylanadigan manzillarni belgiladik. U oxirida xormining qurib qolgan shexiga o'xshash inchki bo'lib qoladi. Kunning oyga yetib olishi, kechining kunduzning oldiga o'tib ketishi mumkin emas. Har biri ayrim bir orbitida uzib turadi. Sura Yosin 38, 39, 40-oyatlar. Bu iboralar ilgirki insonlarning nazaridami ancha hayron qolarlik iboralar emas edi. Chunki ular yulduzlarning harakatlarini ba'zi vaqtlarda o'rinlarining yiroqlashganligini ko'rib turadi. Lekin har bir yulduzning o'ynaydigan falakning nima ekanligini bilmagandek, quyoshning harakati haqida hech narsani bilmaydi. Qur'oni Karimning bu oyatining shu asrlarda tonilmagan yangi ma'rifatlar bilan kelganligi, uning insonlarning so'zi bo'lmasdan, balki Alloh taolaning so'zlari ekanligiga ochiq dalolat qiladi. Doktor Maurice Bucay bu oyat haqida bundoq deydi: Qur'on zaminning markaziy nuqta ekanligi, quyoshning uning atrofida o'ynaydiganligidan iborat falak haqidagi koni tushunchani bayon qilmasdan, balki quyosh, oy, yulduzlarning har birining belgilangan muayyan falaklari ichida sayr qiladiganligini yangi davriy ilmiga uyg'un holda bayon qilmoqda. U yana mundaq deydi: Qur'on har bir yulduzning belgilangan falak ichida o'ynaydiganligidan iborat ilgirki asrlarda tonilmagan yangi bir tushunchani taqdim qildi. Qur'on so'zlagan quyoshning o'ylanishi yangi ilm-fan isbotlagandek, quyoshning sekundiga 251 kilometr tezlik bilan o'z o'qi atrofida o'ynaydiganligidir. Doktor Maurice Bucay yana so'ziga davom qilib mundaq deydi: Yunon falsafalari, Rim qonunlari, Hindiston hikmatlari, Aristotel va Aflotunning nazariyalaridan yiroq, ilm ma'rifatdan mahrum qolgan jaholat ichidagi bir qavmning orasida
Qaqasliq sahro hayotida o'sib yetilgan bir zotning koinot nizomlari haqida 20-asrning ma'orif saviyasiga uyg'un holda badiiy iboralar bilan so'zlaganligi insonni haqiqatan hayron qoldiradi. Buningga nazar solgan inson u zotning so'zlarining ilmiy taraqqiyot asridan bir qancha asr ilgirki ma'rifatlarni qo'shimcha qilish bilan birga ilgirki falsafalardan kelib chiqqan xato qarashlarga tuzitish berganligini ko'ralaydi. Yuqorqilardan keyin Qur'on Muhammad alayhissalomning ijodiyati yoki ilgirki insonlarning ta'limoti deyish aqlga sig'amdi. Agar Qur'oni Karim Muhammad alayhissalomning ijodiyati bo'lsa edi, Muhammad alayhissalom shu asrning ilm ma'rifatlari bo'yicha so'zlagan bo'ladi, albatta. Halbuki Muhammad alayhissalom u asrning ilm ma'rifatlaridan xabarsiz edi. So'zlagan vaqtda u asrning ilm ma'rifatlarining aksicha so'zlatdi. U asrdagi xatoliklarni fosh qiladi. Mana bu haqiqatlar bizni Qur'oni Karim insoniyatning ta'limoti va ijodiyatlari bo'lmasdan, balki osmon va zaminni yaratquchi, yushirin va oshkorni bilguchi Alloh taoloning so'zidir deyishimizga majbur qiladi. Doktor Moris Bokayning Injil, Qur'on va hozirgi ilm-fan nomli asaridan. 2. Zaminning shar shaklli ekanligi. Qur'oni Karim kecha-kunduz haqida hech kim inkor qilolmagudek nihoyatda ochiq tushunchalarni o'tirg'a qo'ygan bo'lib, u Muhammad alayhissalomga tushgan vaqtdagi xalqining ilm ma'rifat va aql saviyasiga tamoman uyg'un kelgandek, zaminning shar shaklli ekanligi va uning o'ylanib turadiganligidan iborat ilgirki asrlardagi insonlar boyqayolmagan ko'plagan ilmiy haqiqatlarni o'z ichiga olgan holda tushgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundoq deydi: "Ko'rmamsanki, Alloh kechini kunduzga kirgizadi va kunduzni kechiga kirgizadi. Alloh kun bilan oyni sizlarning manfaatinglar uchun bo'ysundirib berdi. Ularning har biri muayyan muddatgacha oylanib turadi." Sura Luqman 29-oyat. Shubhisizki, sizlarning Rabbinglar osmonlarni va zaminni 6 kunda yaratgan. Ondan arishning ustiga o'rlagan. Kecha bilan kunduzni yepib, kecha bilan kunduzni bir-birini qo'g'lishadigan quyosh, oy va yulduzlarni o'zining amriga bo'ysunadigan qilib yaratgan Allohdir. Sura Zumar 5-oyat. Sura A'rof 54-oyat. Alloh osmonlarni va zaminni hikmat bilan yaratdi. U kechini kunduzga kirgizadi va kunduzni kechiga kirgizadi. Kun bilan oyni bandalarining manfaatiga bo'ysundirib berdi. Bularning har biri muayyan vaqtgacha sayr qiladi. Sura Zumar 5-oyat. Bu oyatlar insonlarga kunduzdan keyin kechining, kechidan keyin kunduzning kelishining sirrini ochib beradi. O'tmishdagilar kecha bilan kunduzning olmishib turadiganligidan iborat bu oddiy haqiqatni biladi. Shuning uchun ular bu oyatlardan ancha hayronlik his qilmagan. Ammo hozirgi insonlar bu oyatlarda zaminning o'ynadiganligi va uning shar shaklli ekanligidan iborat ilgirki insonlar boyqayolmagan ilmiy haqiqatlarning borligini to'nib yetdi. İnsanlar bu haqiqatlarni faqat yangi asrda boyqadi. Yuqoriqi Alloh kechini kunduzga kirgizadi va kunduzni kechiga kirgizadi degan ma'nodagi oyatlarni tafakkur qilib, tushunib o'qiganimizda bu oyatlarning zaminning harakati va uning o'ynalib turadiganligi haqida nihoyatda ochiq ishorat berayotganligini tushunib yetalaymiz. Demak, kunduzni yushirib, kechini izhor qilish uchun bu yerga kunduz kechining ichiga kirgiziladi. Kechini o'chirib, kunduzni izhor qilish uchun kecha kunduzning ichiga kirgizib etiladi. Bu ikki kirgizishning o'ttirisida shar shaklli bir jismning harakat qiladiganligini tasavvur qilamiz. Ana shu jism kecha bilan kunduzni bir-birining ichiga kirgizadi. Birini yana biridan yushiradi. Birining yana birini yepishi odatdagi tuz shaklli jism bilan hosil bo'lmaydi. Bu faqat shar shaklli bir jismning harakatidan hosil bo'ladi. Demak, Qur'oni Karimning oyatlari yangi davr ilm ahlilari ishinib, bosh akkan ilmiy haqiqatlarni ichib berib, o'zining ilmiy haqiqatlar bilan hargiz muzitishib qolmaydiganligini yana bir qitim isbotlab bergan bo'ldi. Mana bu haqiqatlarni o'z ichiga olgan Qur'oni Karimning insoniyatning ijodiyati bo'lishi mumkinmi? Yuqorqi ilmiy haqiqatlarni 14 asr burun Qur'oni Karim so'zlagan ekan, nima uchun musulmonlar bularni shu vaqtda e'lon qilib, hozirgi asrdagiga o'xshash hamma kishi qabul qiladigan holga keltirmagan? Buning javobi bundoq. Qur'oni Karim to qiyomatgacha har qanday zamonlarning ilm saviyasi va aql qobiliyatiga uyg'un keladigan yagona kitob. Qur'oni Karim so'zlagan ilmiy haqiqatlar o'tmishdagilarning aqliy va ilm saviyasiga muvofiqlashgan va ular bilan Qur'oni Karim o'ttirisida hech qanday zidlik yuz bermagandek, hozir isbotlangan ilmiy kashfiyotlar bilan tamoman moslashadi. To qiyomatgacha shundoq moslashadi. Qur'oni Karimdagi hozirgi insonlarning ilm saviyasi va aql qobiliyati idrok qilinmagan ilmiy haqiqatlar keyingi zamonlarda cho'qim o'ttirg'i chiqadi.